Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Pedagogik deontologiya fanidan navbatdagi dars mashg'ulotini boshladik. Xabaringiz bo'lsa, mavzularimizning eng muhim jihatlarini qisqacha bayon etishga harakat qilyapmiz. Bu talabalar uchun ham, tinglovchilar uchun ham qulayroq. Bugungi 3-mavzuyimiz pedagogik deontologiya va pedagogik kompetensiya fanining nazariy metodologik asoslari nomlanadi. Ushbu mavzuni yoritishda bir qator rejalardan foydalanamiz va mavzuga oid tayanch tushunchalar bor va bu tayanch tushunchalarni yoritishga harakat qilamiz. Pedagogik deontologiya, pedagogik kompetensiya, ijtimoiy kompetensiya, individual kompetensiya, kasbiy kompetensiya va boshqa bir qator tayanch tushunchalar ilgari surilyapti. Bu tushunchalarni tizimli yoritishga harakat qilamiz. Xabaringiz bor, deontologiya so'zi burch, majburiyat ma'nosida qo'llanilib, birinchi ushbu terminni ingliz faylasufi Yodbedin tomonidan ilgari surilgan. Keyinchalik nemis faylasufi Kant tomonidan ushbu tushuncha odob, axloq, etika ma'nosida, kasbiy etika, kasbiy mahorat, kasbiy burch ma'nosida qo'llanilgan. Kantning ta'kidlashicha, aynan bu deontologiya pedagogning burchi, majburiyatlari, vazifalari ma'nosida va boshqa soha vakillarining ham ushbu deontologiya burch vazifalarini bajarilishini alohida ta'kidlab o'tadi. Ayni deontologiyaning mazmunida burch, majburiyat va odob, axloq yotadiki, bu har bir faoliyatni, har bir soha vakilini oldida turgan vazifalarni bajarishni talab etadi. Shifokor bo'lsin, davlat boshqaruvchisi bo'lsin, pedagog bo'lsin, aynan kasbiy etika, axloq qoidalariga rioya qilishni talab etadi. Pedagog deontologiya bu pedagogning o'z oldida turgan eng muhim vazifalarni bajarilishi, qo'yilgan talab va vazifalarni tizimli ado etilishini va ta'lim oldida turgan eng muhim ustuvor vazifalarni tizimli, izchil hal etilishini, o'quvchi shaxsini, tinglovchi shaxsini rivojlantirishga va unga shaxs sifatida e'tibor berishga qaratilmoqda. Aynan pedagog deontologiya ta'lim oluvchilarning imkoniyatlarini, qobiliyatlarini va ularning o'quv o'zlashtirish darajasini yaxshilashga e'tibor berishga qaratadi. Pedagogik deontologiya o'qituvchi pedagog etikasi, estetikasi va uning majburiyatlarini bajarilishini taqozo etadi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda kelib pedagoglarga bo'lgan e'tibor, hurmat tobora oshib bormoqda. Bu ham mana shu pedagoglarning etikasi, pedagog odobining o'ziga xos imijini shakllanishiga zamin yaratmoqda. Ayni bu jarayonda pedagog odobi, axloqi xususida ham to'xtalib o'tmoqchimiz. Pedagogning kiyinish madaniyati, nutq madaniyati, muomala madaniyati va ta'lim jarayonida tayyorgarlik madaniyati o'ta muhim hisoblanadi. Deontologiya yuqorida keltirib o'tilgan tushunchalarning kompleks yig'indisi bo'lib, aynan pedagogning har tomonlama ta'lim jarayonida tayyorgarligini, tayyor ekanligini va ta'lim faoliyatida ishtirokchi sifatida, subyekt sifatida maydonga chiqishini, tinglovchi va talabalarga eng muhim bilim, ko'nikma, malakalarni yetkazib berilishini nazarda tutmoqda. Pedagogik deontologiya bu tizimli, izchil va ketma-ket amalga oshiriladigan faoliyat hisoblanadi. Biz yuqorida ba'zi bir terminlarni keltirib o'tdik. Ijtimoiy kompetensiya bu pedagog shaxsi o'rganishi va bilishi zarur bo'lgan ijtimoiy hayotiy ko'nikmalar, muloqot madaniyati, kommunikativ munosabatlar kompetensiyasi, shaxslararo munosabatlarga kirishish kompetensiyasini yaxshiroq va chuqurroq egallash hisoblanadi.
kasbiy kompetensiya o'z mutaxassisligi va sohasiga oid ilg'or bilimlarni egallashi va uni amalda qo'llay olishini talab etadi. Individual kompetensiya bu shaxs sifatida shakllanishi, shaxs sifatida kamol topishini nazarda tutmoqda. Aynan pedagog deontologiya va pedagog kompetensiya bir-biri bilan uzviy bog'liq jarayonki, bu bir-biri bilan rivojlantirish va bir-biri bilan rivojlanish bosqichlarini nazarda tutadi. Xulosa qilib aytganda, pedagog o'z vazifalarini vijdonan va mazmunan bajarishga harakat qilsa, oldida turgan burch majburiyatlarni ado etsa, u o'z oldida turgan eng muhim, ustuvor, pirovard maqsadni bajargan bo'ladi. Qo'lingiz uchun rahmat.